kim bamdod namozini masjidda o'qisa, odamlar turib ketgandan keyin ham ketmasa, quyosh chiqquncha zikr qilib o'tirsa, quyosh chiqqandan bir kun odam bo'yi ko'tarilgandan keyin 2 rakat namoz o'qisa, Alloh taolo shu odamga bir haj va bir umrani savobini beradi deganlar. Shunda odamlar so'rabdi, shu bir haj va bir umra beradimi? O'ylab ko'ring, bir umraga siz qancha qiynalyapsiz? Qancha pul sarf qildingiz? Shu yerda 1 soat o'tirsa shuni beradimi? Rasululloh aytiblarki sallallohu alayhi vasallam, qabul bo'lgan, bir orzum ichida yomon gapi bo'lmagan